Berasizmi siz haydab o'tiraverasizmi? Bizni chipil bank tanlab adashmagansiz. Mana mashina olaman, kira qilaman deyapsiz. Aldamasdan 10 o'rinda kreditlaringizni topshiring, xo'pmi? Bundan aka xavotir olmang, kira kredit sraz beriladi. Aka yetib keldik, sizda 53 ming bo'ladi. 3 mingni bermay qo'yaverasiz. Odamlar yaxshilik qoladi. Aha, mana aka. Yenangni yeri qoladimi? Sendan yaxshilik qoladi, bankka nima qoladi? Siz ham sumalama 3 mingni bering tezroq, to'g'riga hayda tezroq ishlashing kerak. Qo'yag'imisiz, xohlagan joyingizdan chiqib kelasiz. Ana bitta sigaret olay. Mana miyamni damaltirib, sekin taksi qilaman-da. Aka bir pachka sigaret berib yuboring. Big'illatib qolma. Kreditni bor odam sigaret sotib olib chekadim, jinnimisan? Aka bermay qolish. Aka, bitta dona sigaret bor, so'rab chekishga. Sigaretimga nos bor. Bos, Mo'minnikimi? Mo'minnik bering aka. Mana shuni bir hafta ketadi. Nos chekib ketdik kira qilib. Rahmat aka. Yo'q, mas jonomni-chi tekinga bo'lsa ham olib ketaman. Ha, onasini yemsa pulga olib ketaman. Tualetda o'tirsam ham chiqib kelaverasizmi? Buncha asabiylashsiz. Ha, hali bo'yningda o'lguningcha to'laydigan krediting bor. Undan ko'ra mana anjandan chiqayotgan raya suvlarni ichsang, tabiiy nokli anorlisi bor. Ma, asabingni big'illatib qoladi. Hayda. Ha, ishlayman deb umrim o'tib ketyapti. Damalaylik undan ko'ra, ha? Aka, qayerga ketyapsiz? Dam olib keling. Undan ko'ra zapravka mo'yka qilib qo'yib, bugun ham tayyorli ishlaganingiz yo'q, ertaga ertalab ishga chiqamiz. Men ham dam olishim kerak. Aytda 100 mingga mo'yka qilib beradi. 100 mingga mo'yka? O'zing mo'yka qilasan. Men krediti bor odam mo'yka qiladimi? Yo'q buni. Yo'q. Men basaringga qo'shib bo'lmaydi. Kredit olmay o'rgan. Yo'q. Chori chori